Assalomu alaykum. Angliyada Abduqodir Husanovning Manchester City'dagi kelajagi haqida muhim fikrlar bildirildi. Bu gaplar muxlislar uchun juda qiziq bo'lishi mumkin. Siz Husanov News kanalidasiz. Manchester Evening News nashrida Pep Guardiola jamoasi faoliyatini yoritib boruvchi jurnalist Simon Bajikovski Abduqodir Husanovning jamoadagi o'rni va kelajagi haqida o'z qarashlarini bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi nafaqat joriy mavsumda, balki keyingi mavsumda ham Manchester City uchun muhim futbolchilardan biri bo'lib qoladi. Jurnalistning ta'kidlashicha, Husanov hozirgi tarkibda eng barqaror o'yin amaliyotiga ega himoyachilardan hisoblanadi. Hatto statistikaga e'tibor qaratilsa, ketma-ket asosiy tarkibda maydonga tushish bo'yicha jamoadagi ayrim futbolchilardan ustun ko'rsatkich qayd etilgan. Bajikovski shunday fikr bildiradi. Kelasi mavsumda Husanov muntazam ravishda o'yin vaqtiga ega bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga Mark Gehi, Ruben Dias va Yoshko Gvardiol kabi markaziy himoyachilar ham jamoa uchun muhim figuraga aylanadi. Mutaxassis zamonaviy futbolda yuqori saviyadagi klub kamida 5 ta kuchli markaziy himoyachiga ega bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanov Manchester City safiga 2025-yil yanvar oyida qo'shilgan. Joriy mavsumda 21 yoshli markaziy himoyachi barcha musobaqalar doirasida 22 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Hozircha u o'z hisobiga gol yoki assist yozdirgani yo'q, biroq barqaror o'yinlari bilan mutaxassislar e'tiborini qozonishda davom etmoqda. Shu bilan xabar yakuniga yetadi. Husanov News bilan qoling. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.